Pastga kirish tegmaganiga ochilmagan dedim-da. Kirishga ochilgan. Necha pulga ochiladi? Endi 95lar bor. Tog'da so'rasang tepada beradi deydi. Sizlaring qani? Kim bilan mana boshqa? O'g'lim deyapti. Bu siz namizgami? Qar. General chiqgan shular maqsad. 95 ni bilmadim, 80 million aniq lekin. Raskasi yo'q-a? Kiranglar bilan ishi. Qo'ldan eshik olmash. Ha, yaxshi pul bo'ldi. Bularga 80 million beraman akalar. Mana shu arqazdagi mashina 80 million sotilgan. Avtomat lyukli. Yo'q, bu mexanika zavod kelmaydi. 19 zavod kelmaydi. Shu. Nima deysiz o'zi amaki? 80 million naqd pulga so'rayapman. 80da nima deyishim bilmadim, 85lar. Yo'q, kelishtirib so'radim. Ochiqcha ko'ring. Buni tepa olib chiqib, yoki yoshi katta ekan, agar o'g'liz kelib 95 million desa, men 70 million so'raysidim. Ochiqcha ko'ring. O'zingiz yoshi katta 95 lar deyapman deganingizga, mana shunday keltirib so'radim. O'zi bugun ishlamayman. Siz mashinangizdan keyin mashina ko'rmayman baribir. Bo'ladigan bo'lsa mayli. Men keldim bitta mashina olib ketaman. 80 million bersangiz, ochiqcha ko'ring, 1 million qo'yib sotaman. Xohlasangiz shaqadan kimgadir kerak bo'lsa, aka menga bering 80 million, shayxlarga beraman, Instagramga qo'yaman. Kim olsa ham dokumentga kelasizki, dokument kelgan paytingiz o'zi sizdan ham so'raydi, Akmal aka sizdan 80 millionga sotdingizmi deb. Men 1 million qo'ya oldim deydi. Bilamiz endi. Bu nimadir demang, o'sha nimadir deb men qo'yganman 1 million. Ochiq ko'ring. 80ga bor-da, to'g'ri O'tgan bilan. xarajatlarim bor, masalan, o'zim otay. Uloy talonkalar yangi qo'yganman. Qaravolam chiqaman, to'g'ri ko'rsatishim bilan minamiz deydi. Malon qo'yilgan. To'g'ri aytibsiz. To'g'ri aytibsiz. Ishda Pulga olib kelib turavermaylik. Bir savobga ham ishlaylik. to'g'ri. Mana lekin hammasi ham me'yori bilan bo'lgani yaxshi-da. Bering. Joyiga 80 ga bermagan bo'lsangiz, mayli, men ham 80 olmayman. 81 million beraman, 82 million sotaman. Shuning uchun bitta mashina olib ketsam bo'ldi. Biron nima deganingizga 1 million qo'yib yubordim. Mashina 81 ga berganman. Avtomatini. Avtomat puli bo'ldi bu. Yo, unaqa qilay olmaydi bu. Yo. Ikkitasi ko'rdi ham shuning uchun men osmondan olganim yo'q. Agarda eshiting, 80 ga ko'rgan, hozir 80 ga ko'rganda ham aytib turibsiz. Yoshi katta, qarang, bu. Agardaki mana bu kapoti bilan eshigi o'ziniki bo'lib, radna bo'lib turganda edi mashinangiz 85 millionga bir og'iz so'rashdan so'rab olaychi edim mashina qo'lingizdan. Olganim baraka topadi nasib. Ya barak topsin. Mana xuddi sizda kim olsa shayxdan, hozir sizdan kimdir mashina olsa, sizdan olganini bilmaydi. Qayerdan oldingsa, Osiyodan bor oldim deydi. Siz mashina sotasiz-ki, men bu yoqqa bersam bo'lsin, bu yoqqa. Bu yoqqa boradi borki, sizda 30 aytmaydi, falonchi akadan oldim demaydi. Osiyodan oldim deydi. Sotgan ham shu, olgan ham shu. Savdo qilmanda barakam bosing. 81 million naqd pul. Bo'lsa bosing. 5 dan bir narsa o'taydi. Boshqa nima endi. Qancha savdo qilmanda ko'ngil 81 yaxshi so'radim. Yerga urmadim bu, unday demang, unday. Ya, yerga men ham qilayotganim yo'q dedim. Unday demang, yerga urib so'ramadim. Bo'pti, qilib qarang. Bir narsa qo'shib kelmasam, 2 qo'shildi, uchib qoladi-da endi ega sotilish narxi. Endi faqat rozi bo'ling. Qarang. Qanday sizniki? Sirdaryo? Sizniki ham Sirdaryo. Xo'p, qarang aka, obzorni aytaman. Ya, tushadi, iloji yo'q aka. Qarang. 2019 zavodskiy metlar Gentra 230 ming yurgan ekan aka. Chirerosi bilan eshik alishgan ekan, qolgan joyini ko'rganim yo'q, men loy mashina. Vakimlarga rozi bo'lasiz. Tushundingizmi? 82 million so'm oldim aka. Sirdaryodan kelgan ekansiz. 83 million bo'lib o'tibdi. Sizdan men 1 million so'm pul ishladim. Bildingizmi? Rozimisiz shu pulingizga? Rozi bo'lsangiz bo'ldi.